2 oyda turk tilini mustaqil o'rganish mumkinmi? Bugun biz sizlar bilan mana shu mavzuda 3 ta reja asosida ko'rib chiqamiz. Merhaba, mening ismim Zilola. Hozirgi paytda Hilol Edu turk tili markazida katta o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritmoqdaman. Turk tilini o'qitish bo'yicha 6 yillik tajribaga egaman va bu yillar davomida men 500 dan ortiq o'quvchilarga ta'lim berdim. Hozirda Turkiyaning Anadolu universitetini turk tili va adabiyoti fakultetida o'qishda davom etmoqdaman. Demak, bugungi mavzumizni yuqorida aytib o'tdik va bu 3 qismdan iborat bo'ladi. Bu 3 qismlar qanday? Birinchi qismda 2 oyda turk tilini o'rganish mumkinmi yoki mumkin emasmi? Mana shu savollarga javob beramiz. Ikkinchi qismda esa agar mumkin bo'lsa, bu qanday metodlar orqali amalga oshirilishi mumkin? Mana shu savollarga chuqurroq to'xtalishga harakat qilamiz va 3-qismda esa markazimizda nima uchun biz aynan 4 oy davomida o'quvchilarga turk tilini o'rgatamiz? Mana shu haqida batafsilroq ma'lumot beramiz. O'zi har bir inson uchun tilni o'rganish katta ahamiyat kasb etadi. U har qanday til bo'lsin, aynan o'sha tilni gaplashadigan xalq bilan tanishish, ularni yashash tarzini o'rganish, ularning madaniyatini o'rganish bu bir til evaziga bo'ladi. Endi hozirgi paytda turk tili ham ommalashmoqda, bilamiz. Buni ba'zi bir sabablari bor. Ba'zi insonlar turk tilini o'zi qiziqqani uchun o'qiydigan bo'lsa, ya'ni Turkiyaga borib, ularni hayotini ko'rish yoki u yerda yashash uchun o'rganadigan bo'lsa, ba'zi insonlar esa, ya'ni ba'zi o'quvchilar esa ko'proq turk tilini sertifikat uchun o'rganishga harakat qilmoqdalar. Mavzuni nega aynan turk tilini 2 oyda deb nomladik? Chunki bilamizki, turk tili o'zbek tiliga juda ham yaqin va u yerdagi ba'zi so'zlar, hattoki grammatik qoidalar ham o'zbek tilini grammatik qoidalariga deyarli bir xil holatga mos keladi. Shu sababli ham ba'zi insonlar turk tilini juda ham tez muddatda o'rganish mumkin deb o'ylashadi. Chunki ular o'ylashadiki, o'sha so'zlarni yodlasam va grammatik qoidalarni shunchaki o'rganib o'zbek tili bilan moslashtirib gapirib keta olaman deb o'ylashadi. To'g'ri, bu fikrga biz yo'q deya olmaymiz, chunki shunday o'quvchilar borki, 2 oyda turk tilini rostdan ham yaxshi darajada o'rgana olishdi. Lekin bu holatni qanday amalga oshirish kerak bo'ladi va qaysi o'quvchilar 2 oyda turk tilini yaxshi o'rgana olishadi-yu, qaysi birlari esa bu natijaga erisha olishmaydi. Ya'ni u o'quvchilarning orasida qanday farq bor? Mana shu narsalarga agar to'xtaladigan bo'lsam, o'zi insonning qo'lidan kelmaydigan ish yo'q. Ya'ni bir inson agar bir ishni qilishni xohladimi, u albatta o'sha ishga natijasiga erishgunga qadar harakat qiladi. Ya'ni demoqchimanki, bir tilni o'rganish, uni o'rganishni xohlashga bog'liq. Agar o'quvchi 2 oyda turk tilini o'rganaman desa, albatta o'rgana oladi. Ya'ni o'sha o'quvchi mana shu tilni o'rganishga bo'lgan qiziqishi bo'lishi kerak. Juda ham qattiq qiziqishi kerak va mana shu qiziqishi natijasida u tinmasdan harakat qilishi kerak. Kechani kecha demasdan, kunduzni kunduz demasdan, soatlarga qaramasdan, soatlarini sanamasdan, to'xtamasdan harakat qilsagina, o'z ustida ishlasagina, u 2 oylik natijaga erishishi mumkin albatta. Lekin ba'zi o'quvchilar borki, ular 2 oyda o'rganish mumkin ekan deb o'ylashadi, lekin juda qattiq harakat qilishmaydi. Ya'ni shunchaki o'qituvchini berayotgan narsalarni o'rganishadi va ba'zan darslarga qatnashmay, ha nima qilsa 2 oyda men o'rganaman-ku degan narsani miyalariga quyib olishadi va 2 oydan B2 daraja yoki juda bo'lmasa B1 daraja kutishadi. Bunday holatlarda u o'quvchilar biror bir natijaga erisha olishmaydi, chunki ularning maqsadi boshqa. Turk tiliga qiziqib o'rganayotgan o'quvchilar aynan 2 oyga ham yetmasdan balki natijaga erisha olishsa, lekin qiziqmasdan faqatgina sertifikat uchun o'qiyman yoki bo'lmasa shunchaki o'qiyman degan o'quvchilar esa bunday natijaga erisha olishmaydi. Demak, qaysi o'quvchilar erisha olishar ekan? Qaysiki turk tiliga juda ham qattiq qiziqqan va o'z ustida mukammal tarzda tinmasdan mehnat qilgan o'quvchi albatta bu natijaga erisha olar ekan. Demak, biz ya'ni men bu holatga, ya'ni 2 oyda turk tilini o'rganish mumkinmi yoki o'rgana olmaydimi degan holatga albatta o'rganish mumkin, lekin bu o'quvchini o'ziga bog'liq. Faqatgina berilgan ma'lumotlar bilan cheklanmasdan, balki o'z ustida kuchli tarzda ishlab mana shu natijaga erishish mumkin deya olaman. Ya'ni javobim ha. To'g'ri, bunga ham biz qo'shilamiz. Chunki 2 oyda agar turk tilini bir o'quvchi o'rganadigan bo'lsa, umumiy gaplashiladigan kundalik so'zlarni o'rganishi mumkin.
yoki bo'lmasa boshlang'ich grammatikani o'rganishi mumkin. Ya'ni A2 darajagacha o'rganish mumkin. Chunki bir daraja albatta bir oy davom etishi kerak. Bir oydan kam bu kam hisoblanadi. Chunki u yerdagi so'zlar, grammatikalar yoki bo'lmasa ishlatiladigan iboralarni bir oydan kam davomida o'rganish mumkindir, lekin u esda qolmaydi. Shu sababli ham bitta saviya bir oy o'rgatiladi. Endi 2 oyda demak biz A2 darajaga yetadigan bo'lsak, A2 darajada kundalik hayotdagi muloqotlarni bemalol amalga oshirish mumkin. Salomlashish, gapirish yoki biror bir voqeani shunchaki tasvirlab berish bo'yicha qanaqadir fikrlarni aytish mumkin bo'ladi. Lekin 2 oylik o'qish bilan sertifikatga yoki bo'lmasa ilmiy jarayonga kirish juda qiyin. Endi agar siz shuni o'zingizda sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz 2 oy davomida, buning uchun siz vaqtga ozgina e'tibor qaratishingiz kerak. Misol uchun, agar 2 oyda o'qimoqchi bo'lsangiz, bir kunda kamida 6 soatingizni shu ishga sarflaysiz va har kuni 4 ta ko'nikmamiz bor, bilasizlar. Yozma, o'quma, konuşma va dinlama ko'nikmalari. Mana shu ko'nikmalarga kamida 1,5-2 soatdan vaqt ajratishingiz kerak. Chunki 2 oylik siz o'qishdan keyin sertifikatga kiradigan bo'lsangiz, sertifikat mana shu 4 ta ko'nikma asosida baholanadi. Va mana shu 4 ta ko'nikmaga beriladigan baholar sababli siz o'z saviyangizni belgilab olishingiz mumkin bo'ladi. Endi agar siz deylik 2 oyda faqatgina dinlama, ya'ni eshitish va o'qish ko'nikmasini rivojlantira olsangiz, lekin gaplashmasangiz, gaplashish ko'nikmasi past darajada bo'lib qoladi. Yoki deylik, yozmani kuchaytirmasangiz, yozish ko'nikmangiz past darajada bo'lib qoladi va bu sizni kerakli saviyani ola olmasligingizga, deylik, kimgadir B1 yoki B2 kerak bo'lsa, mana shu saviyani ola olmasligiga sabab bo'lib qoladi. Shu sababli ham har kuni 4 ta ko'nikmaga bir xil vaqt ajratgan holda, ya'ni rejim bilan disiplina, ya'ni intizom bilan birgalikda bu holatni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, bilamiz, ya'ni o'qima va dinlama ko'nikmalarini rivojlantirish oson. Ularni deylik biror bir berilgan matn yoki bo'lmasa eshitishlar orqali rivojlantirishimiz mumkin. Yozmani ham kunda deylik 2 soat, 3 soat shug'ullanib ozgina rivojlantirish ham mumkindir. Lekin gaplashish bu biroz vaqt talab qiladigan jarayon hisoblanadi. 2 oyda siz faqatgina darsni o'zidagina gaplashadigan bo'lsangiz, bu holat bilan siz natijaga erisha olmaysiz. Darsdan tashqari ham bu tilda gapiradigan deylik tanishlaringiz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa shu tilni sohiblari, ya'ni turk millatidagi tanishlaringiz bilan agar gaplashadigan bo'lsangiz, siz deylik o'sha konuşma holatingizni kuchaytirishingiz mumkin. Siz ko'proq 2 oy davomida yozma va konuşmaga ko'proq e'tibor qaratasiz. O'qima, dinlamalar esa ulardan birozgina past saviyada kuchaytirishda davom etiladi. Mana shundagina siz 2 oylik natijaga erishasiz. Endi bu ham hammaga emas, boya aytib o'tganimdek, agar sizda rostdan ham turk tilini o'rganishga bo'lgan chuqur ishtiyoq bo'ladigan bo'lsa va o'qishdan charchamasangiz, o'qishdan zerikmasangiz va deyish mumkinki, deylik, bugun masalan 4 soat qildim, yetarli, charchadim, biror bir joyga borishim kerak degan bahonalar qiladigan bo'lsangiz, siz hech qanday natijaga erisha olmaysiz. Mana shularni hisobga olgan holda biz endi shu joydan sekingina 3-mavzuga o'tib ketmoqchiman. Biz markazimiz bilan 2 oylik emas, balki 4 oylik kurslarni tavsiya qilamiz o'quvchilarga. Lekin ba'zi o'quvchilar keladi, yo'q, men 2 oyda o'rgana olaman degan ishonch bilan kelishadi. Ularga lekin imkon beramiz. Xo'p, o'qib ko'r, o'qi, 2 oyda agar o'qiy olsang, natijaga erisha olsang, bu juda yaxshi. Chunki biz kelgan o'quvchilarni bilmaymiz. Ular qanaqa metodlar orqali yaxshi o'qiy oladi. Balki o'qituvchi bilan o'quvchining orasidagi metod bir-biriga mos tushib, 2 oyda ham natija ko'rsata olishi mumkin. Lekin ba'zi o'quvchilar bor, ular sekin o'rganadi. Bor shunaqa o'quvchilar, buni o'qituvchi ajrata olishi kerak. Ya'ni o'quvchi kirganda bu 2-3 ta dars davomida o'zi ko'rinadi. O'quvchi qay darajada o'zlashtiryapti. Agar juda sekin o'zlashtirsa, u 2 oyda bu natijaga erisha olmaydi deb turib, uni boshqa kursga o'tkazish kerak yoki bo'lmasa ularga o'rgatish metodimizni ozgina o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Lekin ba'zi o'quvchilar borki, ular o'zligi aytishadi, yo'q, menga intensiv yoqadi, men 2 oyda o'rganaman deydi va o'z ustida tez-tez ishlaydi. Ya'ni ularni o'zi taktikasi shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa o'quvchilarni ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Shu holatni biz Hilol Edu bilan amalga oshiramiz va 2 oyda natijaga erisha oladigan o'quvchilar o'zi o'sha kursda davom etib ketaveradi. Natija olishga qiynaladigan yoki
yoki o'zi sekin o'rganadigan, ya'ni bu o'quvchini aybi emas, shunchaki taktikasi. U shu metod orqali o'rganadi. Mana shu metoddagilarni ajratib, ularga esa 4 oylik kurslarini tavsiya qilamiz va bular juda ko'p sonni tashkil qiladi. Ya'ni o'zi aslida 4 oyda bitta tilni o'rganish yaxshiroq deb hisoblayman. Endi men agar o'zimning fikrimga keladigan bo'lsam, bir o'qituvchi sifatida tavsiyam bir tilni o'rganish tez bo'ladigan narsa emas. Chunki u tilni his qila olish kerak, u tilda gapirishni, u tilda o'ylashni his qila olish kerak yoki bo'lmasa uni deylik kimdir savol berganda yoki gaplashish jarayonida uni nima demoqchiligini intonatsiyalari, talaffuzidan bilib olishimiz kerak va bu juda tez bo'ladigan jarayon emas. Shu sababli ham men o'quvchilarga ko'proq 2 oylik emas, balki 4 oylik kurslarda o'qishni tavsiya qilaman va o'zim ham shu holatda o'rgatish tarafdoriman. 2 oyda o'rgatishdan ko'ra 4 oylikni berishimning sababi, birinchidan, men misol uchun Yeni Istanbul kitobi metodikasi orqali o'rgataman o'quvchilarga. Ya'ni shu kitobni agar darslarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, grammatik ketma-ketligi juda yaxshi qo'yilgan va u yerdagi o'qimalar, dinlamalar, konuşma mavzulari va yozma mavzularni ozgina yana o'zimizga kuchaytiramiz, qo'shimcha metodlarni qo'shganmiz bu kitobga. Juda yaxshi ketma-ketlikda shakllantirilgan bu kitob va uni misol uchun dinlamalari, hattoki izlamalari ham qo'shildi. Mana shularni agar o'rganadigan bo'lsak va u yerdagi so'zlarni yodlash jarayonlarini agar biz misol uchun bir kunga deylik 3-4 soat qilib belgilaydigan bo'lsak, 2 soat deylik o'qituvchi bilan dars jarayoni, 2 soat uyga vazifa qilish jarayoni bo'ladigan bo'lsa, bu 4 oyga to'g'ri keladi. Chunki har bitta saviya deylik 1 oy davom etadi va 4 ta saviya bu A1, A2 va B1, B2 bilasizlar, 4 oygacha cho'ziladi. Endi qanaqa bo'ladi? A1, A2 chuqur grammatik jihatlari o'rgatiladi va tilni asosiga ko'proq kiritiladi. Undan keyin esa B1 ga kelganda A1, A2 grammatik qoidalari yana ham mukammallashtirilgan holatda ozgina so'z boyliklari kuchaytiriladi, konuşmaga ko'proq e'tibor qaratiladi va yozma ozgina kuchaytirishga harakat qilinadi. Undan keyin esa B2 ga kelganda esa sertifikat mavzulari o'tilishni boshlaydi. Ya'ni sertifikat mavzusi nima? Dinlamaga kirganda qanday qilib dinlamani eshitib turib, ayni vaqtda savollarga javob berish mumkin? Yoki bo'lmasa o'qimani qanday qilib shakllantirish mumkin? Deylik, bizga sertifikatda berilgan matnlarni 1 soatda o'qish bu jismoniy jihatdan ham vaqt yetishmovchiligiga sabab bo'ladi. Ya'ni ulgurmaydi inson uni o'qishga va ko'z yugurtirish orqali qanaqa qilib matnni yaxshi tushunish mumkin va savollarga qanday qilib matnlardan javob topish mumkin. Mana shu narsalar rivojlantirishga harakat qilinadi. Undan keyin esa yozmaning turlari, ya'ni kompozitsiya bilamiz va undan tashqari e-posta bo'limlari bor. Mana shular va bundan keyin bilamiz milliy sertifikatda bular ozgina o'zgarishlar bo'ldi. Mana shularni o'quvchilarga o'rgatamiz. Ya'ni kompozitsiyaning uslublari, ularning aslida turlari qanday, ularning yozilish uslublari qanday, qanday holatda yoziladi, qanday holatlarga ko'proq e'tibor qaratish kerak, ularni bir-biridan farqi, mana shularga ko'proq qaratiladi. Undan keyin esa gapirish holati bu avvalroqdan boshlanadi, chunki men boya aytib o'tganimdek, gapirish juda tez rivojlanadigan jarayon emas, bu ozgina vaqt talab qiladigan jarayon. Chunki gapirish bu bizani, demak, fikrlarimizni tilga chiqarish hisoblanadi. Shu sababli ham gapirishni biz sal oldinroqdan boshlaymiz va gapirishda, ya'ni imtihonga kirib gapirishda nimalarga e'tibor qaratish kerakligi va shu gapirayotgan paytda savollarga qanday qilib mukammal va to'xtamasdan, hayajonlanmasdan deylik javob berish kerakligi haqida ham tushuntirish beriladi. Bular hammasi 4 oy davomida bo'ladi. Endi o'zingiz tasavvur qilib ko'ring, mana shu narsalarning hammasi 2 oyda qanday o'tilishi mumkin? O'qituvchi o'tishi mumkin, lekin o'quvchini o'zlashtirishiga bog'liq. Ba'zi o'quvchilar mana shu, demak, 4 oyda o'tilishi kerak bo'lgan narsalarni 2 oyda ham o'zlashtira oladi, ba'zilar esa o'zlashtira olmaydi. Mana shu sababli ham ba'zi o'quvchilar 2 oylik intensiv kursda biror bir natijaga erisha olishadi, ba'zi o'quvchilar esa erisha olishmaydi. Ya'ni bu nimadan kelib chiqadi? O'qituvchini o'rgatish metodi o'quvchiga tushganligidan. Agar intensiv, ya'ni 2 oylik tezlashtirilgan kurs o'quvchini metodiga to'g'ri keladigan bo'lsa, u o'quvchi albatta o'qib biror bir natijaga erishishi mumkin. Lekin agar u sekin
o'rganadigan bo'lsa, unda u deylik 4 oylik kursni misol uchun o'zida sinab ko'rishi mumkin bo'ladi. Demak, xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, to'g'ri, turk tilini 2 oyda o'rganish mumkin, lekin bu biroz qiyin jarayon hisoblanadi. Shu sababli ham sizlarga 4 oylik kurslarni tavsiya qilamiz va yana bitta muhim tavsiyamiz sizlarga o'quvchilar iltimos imtihonlarga taqamasdan, oxirgi 2 oyga qolmasdan vaqtliroq kelib turk tilini o'rganishni boshlang. Demak, sizni turk tiliga bo'lgan qiziqishingiz borki, videoni shu joygacha ko'rdingiz. Agar fikr mulohazalaringiz bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha